Forex bozorida leverage nima? Siz bilasizmi? Traderlar o'zlarida bor puldan ko'ra ko'proq pul bilan investitsiya qilish uchun maxsus vositalardan foydalanadi. Bu vosita leverage deb ataladi. Leverage yordamida siz o'zingizdagi puldan ko'ra kattaroq miqdorda investitsiya qilishingiz mumkin. Xuddi investitsiya qilish uchun qarz olgandek. Masalan, sizda atiga $100 bor va leverage yordamida siz $1000 yoki undan ko'proq investitsiya qilishingiz mumkin. Nega leverage ishlatish kerak? Agar yaxshi investitsiya qilsangiz, leverage tufayli siz kiritgan mablag'ingizdan ancha ko'p foyda olishingiz mumkin. Misol uchun, agar siz $100 investitsiya qilib 10% daromad olsangiz, sizda daromadingiz 10% bo'ladi. Ammo agar siz 10x leveragedan foydalansangiz va xuddi shu 10% foyda qilsangiz, daromadingiz $100 ga yetadi. Diqqat, leverageni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Chunki u katta foyda keltirishi mumkin bo'lgani kabi katta yo'qotishlarga ham olib kelishi mumkin. Risklarni doim hisobga olishni unutmang.